Zilzila paytida imoratda asosiy ushlab turadigan negizi bu kolonna va rigel hisoblanadi. Sababi imoratimizda jelezobetonni konstruksiya bo'lganligi uchun qovurg'a sifatida quriladi. Ya'ni kolonna va rigellarning birlashmasi bilan imoratda o'sha jipslashtirib bir-biriga ushlab turadigan narsa bu rigel hisoblanadi. Endi imoratimizda zilzila paytida bardoshliligini asosiy negizini ilm-fanga tayangan holda oladigan bo'lsak, imorat qurishdan oldin albatta pochvani geologlar o'rganib chiqishadi. Va oldingi videolarimda aytganimdek, pochvani har xil joydan izlanishlar, o'rganishlar olib borilgandan keyin laboratoriya xulosasi konstruktorga beriladi va konstruktor o'sha joyga birinchi o'rinda podushkani monolit yoki lentichni quyishi va quyayotganda ham armatura karkasini, armaturani secheniyasini va necha qavat setka qilib to'qishini belgilab beradi. Ana o'shandan keyin podushka qismimiz tayyor bo'lgan holatda o'sha kolonnaga e'tibor qaratamiz. Endi kolonna qurayotganda imoratimizni o'sha seysmik zonalari o'rganib chiqilgandan keyin taxminan O'zbekistonda, ya'ni Toshkent shahrida shu 66-yilda yer qimillaganda asosan shu Yunusobod tarafda va hozirgi Keles taraflarda 7.1 va 7.6 seysmik jihatdan yer qimillash bo'lib, ana o'sha ikkita joyda asosiy zilzila bo'lgan va bu 1 yil davomida o'sha har xil maktabda yer qimillashlar sodir bo'lib turgan. Ana o'shani hisobga olgan holatda hozir hujjatlarda, dokumentlarda, ya'ni SHNK deydi yoki QMQ deydi. Mana shu hujjatlarda Toshkent shahrida quriladigan imoratlar seysmik zona hisoblanadi va unga alohida konstruktor o'zini yechimini beradi. Endi zilzila bardoshlikni hisoblayotganda konstruktor birinchi o'rinda yechimni nimaga beradi? Kolonnaga beradi. Endi kolonnaga beriladigan imoratimizning kolonna qismiga beriladigan armaturani secheniyasi o'rganiladi va uni beradi va albatta betonni markasini konstruktor hisoblab beradi. Kolonnalarimizni ko'tarib bo'lganimizdan keyin kolonnani ushlab turadigan narsa bu rigel, ya'ni bir-biriga jipslashtirib turadigan narsa rigel bo'ladi. Endi rigellar ham o'zining masofasi bor. Albatta 3 metrli, 4 metrli, 6, 7 undan uzoq rigellar bo'ladi. Ana o'shani bardoshli qismini ham konstruktor hisoblab beradi va armatura secheniyasi bilan beton markasini beradi. Endi bunaqa holatlarda albatta konstruktor o'zidan kelib chiqqan holatda hisob-kitoblarga tayangan holatlarda imorat qancha yuqori bo'lgan sari armatura secheniyasini va beton markasini ham mustahkamroq bo'lish uchun kattaroq beradi. Endi baland qavatli imoratlarga hozir biz to'xtalib o'tirmaymiz. Mana bunaqa 50 kvadrat podvoliga ega va общий hisobda 310 kvadratni tashkil qiladigan bu imoratimizda geologiya o'tkazganmiz. Albatta konstruktorlar, texnologlar ishlagan va albatta loyihasini qilayotganda arxitektorimiz o'sha loyihaga asoslangan holda hamma chizmalarni konstruktorga berganmiz va konstruktor imoratimizda bir qavat bo'lganligi uchun unaqa katta secheniyadagi armaturalarni va katta yuqori markadagi betonlarni ishlatmaganmiz. Imoratimizga 16 lik, 18 lik armatura ishlatganmiz va betonlarimizga albatta zavoddan chiqargan o'sha mikserda nasosda quyilgan 250 marka betondan foydalanganmiz. Endi imoratimizning letniy kuxnyasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda unaqa katta nagruzka bo'lmagan uchun biz lomboz, ya'ni to'sin tashlab lomboz qilganmiz, lekin asosiy imoratimizni shu kiraverishdan boshlab turib mana shu 260 kvadratli maydonimizni to'liqligicha tomini plita bilan yopib aviaska qilganmiz. Aviaskadan ham maqsad imoratda kolonna rigeli ko'tarilib chiqqandan keyin bu imoratda jipsligini bir-biri bilan ushlab turganda kolonna rigel bo'ldi, qo'yildi. Endi plitani bosishimiz kerak. Xo'p, plitani bosgandan keyin plita qo'yiladi. Ko'pchilik hozirgi kunda bu juda muhokamalarga talab bo'lyapti. Bir qavat bo'ladimi, ikki qavat bo'ladimi? Imoratda monolit quyish kerak deyishadi. To'g'ri, monolit baribirga ham plitaga qaraganda mustahkamroq bo'ladi, lekin shu bilan birga og'ir bo'ladi va joyda montaj qilinganligi uchun bu narsa plitaga nisbatan ancha narxi yuqoriroq bo'ladi. Endi plitani albatta 2 qavatli yoki 3 qavatli imoratlarga qo'ysa bo'ladi, lekin go'st standart bo'yicha o'tgan plitalarni, o'taga qabul qilgan plitalarni hozirgi kunda 7 qavat, 9 qavatli imoratlarga ham qo'yishyapti. Endi plitani ham albatta zilzila bardoshligiga tekshiriladi va kolonna rigellarimiz tayyor bo'lgandan keyin ustiga plita qo'yganda albatta aviaska qilinadi. Bu aviaskadan maqsad plitani kolonna rigel o'zini jipslashtirib oldi, ustiga plita qo'ydi, aviaska qilindi. Aviaskadan maqsad albatta armatura bilan 250 marka beton quyilishi kerak bo'ladi. Bu yerda ham imoratning balandligi va katta kichiligi qaraladi. Bu imoratning qovurg'asi bilan birga jipslashgan holda aviaska yer qimillaganda plitani surilib ketishini xavfini oladi va plitamizni xudo ko'rsatmasin kimdir bosib qolishi yoki umuman imoratdan chiqib pastga tushib ketishini oldini oladi. O'shaning uchun imoratni qurayotganda albatta har doim ilm-fanga birinchi geologga xulosasi konstruktorga va konstruktor xulosasi arxitektorga beriladi. Arxitektor shu hamma ma'lumotlarni yig'gan holatda mana shunaqa chiroyli imoratning loyihasini qiladi.